Top 10 ta zombilar haqidagi dahshatli filmlar ITV reytingi bo'yicha. 10-o'rin reportaj filmi Jahannamdan jonli streaming. 9-o'rin Grindhouse ekspluatatsiya qo'shaloq funksiyasining yorqin hikoyasi. 8-o'rin Shon ismli zombi, ya'ni zombi по имени Shon, zombilar haqidagi romantik komediya. 7-o'rin 28 yil o'tgach, qo'rquv bu yangi ishonch. 6-o'rin I Am Legend, ya'ni men afsonaman, dunyodagi yagona inson yolg'iz emas. 5-o'rin Evil Dead Rise, ya'ni Восстание зловещих мертвецов. Onangiz sizni juda ham qattiq yaxshi ko'radi. 4-o'rin O'liklar armiyasi, ya'ni Armiya mертвецов. Tirik qolganlar barchasini o'ziga oladi. Kuchli uchtaligimizni Zombieland Double Tap filmi ochib beradi. Zombilar ham mutatsiya qiladi. 2-o'rin Warm Bodies, ya'ni Teplo наших тел. U o'lgan, lekin yuragi hali hamon urmoqda. Va nihoyat 1-o'rin Resident Evil, ya'ni Обитель зла. Hamma narsa birgina laboratoriyadan boshlanadi. Barcha sanab o'tilgan filmlarni ITV ilovasidan tomosha qiling.